Otaxon mana 80 yoshingizda farzandli bo'libsiz a? Albatta ismini ham 80voy qo'yganman. O'limga atab, jo'ralariga atab mash to'yiga Amazon o'rmonlaridan King Kongni chaqirganman. Demak, davramiz markaziga King Kongni taklif etamiz. Xullas qarsaginglar. 48 gradus issiqda atalam chiqib qolmasa bo'ldi. Bu hali hammasi emas, to'y bolamizni otasida yana sovg'alari bor ekan. O'limi jo'ralariga oy ishidan Poppy Pop olib keldi. Poppy Pop rostdan zo'r ekan, a? Mazaligini qara, 7 yoshdan 70 yoshgacha ketaveradi. Alo. Ali aka, boyvachcha odamdan suvchilik keldi. Tezroq harakat qilmasangiz uydagilar rozilik berib yuborishadi. Hozir yetib boraman. Ano maymun qayga ketdi? Pulini ham bermovdim. Bo'pti, yuringlar Poppy Popiymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ammo attiri ko'rsang bo'ladimi buni? Chiqar olmam bola buni. Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demaxotga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yuqor qo'ygan.